Xohlasangiz xuddi shunaqa qip-qizil g'isht bilan, xohlasangiz xuddi shunaqa sap-sariq g'isht bilan, xuddi shu ko'rib turgan Andijon pechkalarida urib berishadi. Bu pechkalarda hozir biz summalari necha pul turadi, usta haqqi necha pul turadi, sizlarga bu videoda aniq va tiniq ma'lumot beramiz. Ungacha bizga obuna bo'lib qo'ying, bu videoni Andijon pechkasini o'ldirmoqchi bo'lgan tanisingizga yuborib qo'ying. Qani bo'lsam, ketdik. Qishni g'amini yozda yedi bekorga aytishmagan xuddi shu maqsadda biz Andijon pechkalarini sotayotgan akamizning xonadoniga keldik. Ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa pechkalarni endi Andijonga borib olib kelishi shart emas. O'zimizning Farg'onada bemalol kelib, ko'rib olishlaringiz mumkin. Kraskalangan varianti, bez kraska variantlari turidan bor. Xudo xohlasa hozir birma-bir buni summalari necha pul bo'lyapti, sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xo'p, birinchi ko'rib turgan bu ko'rinishdagi pechka, bu oldi chiqqan o'choqli varianti deydi. Ya'ni bunda bemalol bu joyiga qozonni qo'yib, mana qozonni qo'yib bemalol ovqat qilsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari bu joyda duxovkalari bor, mana. Xuddi shu bemalol nonni qo'yib isitib, mazza qilib erta tongda yesalang bo'ladi. Xo'rozga ham balli, xo'roz qichqirishini qaranglar. Ko'rib turgan xuddi shu varianti, bu o'choqli varianti, kraskalangan. Nimaga bu kilonkalab qo'yganmiz deyapmiz. Endi degani o'zini egasiga borguncha ag'bag'a shilinmasin maqsadida xuddi shunaqa strichlab qo'yishdi. Xo'p, buni razmeri bo'yi 1,5 sm bo'lar ekan. Eng asosiysi xuddi shunaqa tunikalarini qo'shib berishadi. Hamma joyini sizlarga qo'shib berishadi. Undan tashqari bu xuddi ko'rib turganlaringiz bu chugunli materialdan qilishgan. Shu kulchish pechli uchun bu joyga qilib qo'yadi mana. Hozir men ko'rsataman mana. Bu joyga qo'yib qo'yadi. Mana o'sha qarasini qo'yib qo'ygandan keyin bemalol o'tni yoqib, mazza qilib qishda issiqqina o'tirishlari mumkin. Kuldoni har doimgidek hammasi kuldoni bo'ladi. Xo'p, kraskalangan varianti xuddi shunaqa bo'ladi. Bez kraska varianti xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, kraskalangan varianti 1 million 900 midi? 1 million 900 ming, bez kraskasi 1 million 700 ming. Xudo xolasa bemalol telefon qilishlaring mumkin. Pastda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Kelib ko'rib, kelishib olsalaring bo'ladi. Endi nima deydi, sunnatiga o'tib beradi ichi-bicha. Usta varianti ham bor. Usta xolasangiz siz bemalol murojaat qilasiz. Aka, biz uyimiz bor, uyimizga olib kelib o'zlaringiz urib beringlar. Siz hech nimaga yugurmaysiz. Pechkasini, g'ishini, azbiz turbasini nimasi kelsa, siz pulni sanab berasiz, bo'ldi. Ustalar o'zlari borib, xohlagan pechkangizni uyga olib borib, cho'tki qilib sizlarga qurib berishadi. Undan tashqari bu ko'rib turganingiz ozginagina bir 15 sm chiqqan ekan, bu o'tinning hisobini olishgan, ya'ni ko'proq, kattaroq o'tin siqadigan o'shaning moslab qo'yishgan. Bu joyda hammasida mana hammasi gazga moslashgan. Xohlasangiz propan qo'yasiz, tabiiy gaz, biz tabiiy gazni tiqib qo'ygan, bemalol yoqsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu kraskalangan varianti, bu bez kraska varianti mana. Endi kraskalangan nimaga unaqa desangiz, kimdir kraska tayyor bo'ladi, uyga bezak bo'lib turishi kraskalab qo'yishgan ustalar ham. Xohlasa bez kraskasini olsin, xohlasa kraskalisini olsin. Kraskalisi 1 million 700 ming, bo'yi 105 sm, bunisi esa 1,5 million bez kraska varianti. Xo'p, undan tashqari bu oldiga chiqmagan variant. Mana xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bunisi mana, bunisini oldiga chiqqani bor, bunisi esa oldiga chiqmagan xuddi shuna ko'rinishda bo'ladi. Buni ham kraskalangan varianti bor, kraskalanmagan varianti bor. Ko'rib turganingiz xuddi shu oldi ko'rinishda mana. Har xil naqshda bilan lazerlarda kesib mana cho'tka qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Hammasi xuddi shunaqa variantda bo'lmaydi, har xil bo'ladi. Xo'p, buni ham bo'yi 1,5 sm, narxi 1,5 million so'm kraskalangani, bez kraskasi 1 million 300 ming so'm. Xo'p, bunisi esa adashmasam bo'yi 1,80, 1,90 chiqsa kerak menimcha. Kichkina bitta xonadonga, ya'ni bular ikkita xonadonni o'rtasiga qo'ysalaring bo'laveradi. Bunisi esa bitta xonadonni o'rtasiga qo'yib bemalol ishlasalaring bo'ladi. Bunisi akamiz aytayapti, bunisiga bor baraka deyapti. 1 millionga berib yuboramiz. Ya'ni aqabaqa kelishtirgan xonasi ham bor deyapti. Bitta xonaga qo'ysa bemalol yondirib yuboradi deyapti. Bular ko'rib turgan xuddi shu varianti mana. Ko'rib turgan naqshlarga bitta bering. Voy, mashalloh, chip-chiroyli. Bunisi esa boshqacha, bunisi ham boshqacha emas. Bunisi ham boshqacha. Naqshlar har xili bor. Kim xohlagan naqshdan kerak bo'lsa, kelib ko'rib, xohlasangiz video orqali bizga aka mashina jo'natib bering desangiz, screenshot qilib tashlab bersangiz, bemalol olib borib, o'rnashtirib sizga narxlarni qilib berishadi.
Xo'p, buni ham narxi aytganimizda 1,5 million so'm, buni narxi 1 million 300 ming so'm. Endi balandrog'i kerak desalar, mana balandrog'i bor. Bo'yi 135 sm deydi. Xo'p, 135 sm xuddi shunaqa mana. Buni ham har xil gul variantlari bor. Bunda xuddi shunaqasi bor, bunda esa boshqachanaqasi bor. Hammasida xuddi shunaqa gazni qo'yadigan joyi bor. Hammasida bemalol o'tinmi, ko'mirmi, nima yonsa bemalol solib yondiraverasizlar. Bemalol sizlarni menimcha bitta pechka bilan ikkita xonadonni bemalol isitadi. Ikkita xonadon, ikkita uyni demoqchi edim. Xo'p, narxi 1 million 900 ming. Xuddi shu ko'rib turganlar, kraskasiz esa 1 million 700 ming so'm. Endi kunga e'tibor beringizlar, ana mana issiq bo'lyapti. Iloji yo'q, juda ham isib ketdi. Iloji shu sizlarga manfaatli bo'lsin deb xuddi shunaqa pechkalarda chiqaryapmiz. Ya'ni nimaga chiqaryapmiz? Chunki hozir yozda hammani dehqonchiligi bor, pishiqchilik, uzum pishyapti, hammada pul bor, soqqa cho'ntakda jiring-jiring bo'lyapti. Qish kelmasdan oldin buni olib qurib olsangiz, ertaga bemalol qishda pulni qatdan topamagan deb o'ylamaysizda, bemalol olib borib qurdirib qo'ysangiz, hozir pulni borligida. Qishda ko'mirni olib kelasiz, o'tinni qo'yasiz, maza qilib yoqib, sizni xizmatingizni qiladi, maza qilib ishlataverasiz. Xo'p, usta narxlari necha pul bo'lyapti desa, bitta pechkani necha pul yurib berishyapsa, nima deydi? Buzib urib berishligi bor ekan yoki tayyor o'zingiz buzib qo'ysangiz, tayyor borsangiz unga alohida buzib urib berish bo'lsa, unga alohida kelishar ekan. Shu uchun aniq summasini bu narsa deb ayta olmaymiz. Buncha siz agar videoda shuncha degandingiz-u deb sizlarga ham bir muammoli bo'lib qolmasin, ustalar akamizga ham muammo bo'lib qolmasin. Shu uchun pastdagi nomerga telefon qilasiz. Agar bizning joyimiz buzilgan, tayyor desangiz, unga alohida narx aytishadi. Yo'q, aka bizga kelib buzib berishingiz kerak, buzib urishingiz kerak o'zingiz desangiz, unga alohida narx aytib qilishadi. Eng qizig'i, ko'pchilik joyda shu turbasini berishmayapti ekan. Ya'ni buni alohida borib bozordan 50 ming, 100 mingga alohida sotib olyapti ekan. Bu ustakalarimizni, bu akamizda eng asosiysi xuddi shu tunukalarni o'zlari qo'shib berishar ekan, shu summaning ichida. Hammasiga qo'shib berishadi. Mana men bu tomonda turibdi, hammasini olib ko'rsatganimiz yo'q. Undan tashqari, misol uchun shu dimoxodlarni, misol uchun devorga qo'yib qo'yishyapti. Hozir mana xuddi mana shu tunikasi mana. Shu ham shuning ichida ustaga. Bu ham xuddi shuni ichida ekan. Ya'ni o'sha 1 million 300 mingga olsangiz, buni bozorga borib 50 ming, 60 mingga olmaysiz. O'zlari aytayapman-ku, pulni xullas siz ustaga necha pul bo'lyapti, kelishasiz, bo'ldi, siz boshingizni ortmaysiz. Xo'p, g'ishini olib kelishadi, azbiz turbasini olib borishadi, pechkani tanlaysiz, pechkani olib borishadi. Undan tashqari xuddi shunaqa dimoxod, ya'ni o'sha tozalaydigan joyini xuddi shunaqa turbalar bilan, ya'ni shu to'rtburchak tunika bilan qo'yib qo'yishadi, devori chiroyli bo'lib chiqadi. Xuddi shunaqa qip-qizil g'ishtda urib berishadi, xohlasangiz sari g'isht bor, sari g'ishtda urib berishadi. Xo'p, kimgadir yana undan boshqachasi bor mana. Bu joyga ko'pchilikda endi xuddi shunaqa list qo'ydirishyapti ekan mana. Bunda mana listi yo'q, bunisida list bor. Shuning uchun bunisi 1 million 600 ming so'm. U 1,5 million so'm. Xo'p, 100 ming qo'shiladi. Nima uchun? Mana shu list uchun. Kimdir xohlab, agar bizga list qo'yib bering, chiroyliroq chiqarsa, g'ishtni mana shu yonidan urib ketishadi. Bu sal kattaroq bo'lib chiqadi. Buni endi mana g'ishtni taqab urishgan uchun bunaqa list bo'lmaydi. Shuning uchun bunga 100 ming so'm qo'shilib qo'yganligi uchun 1 million 600 ming so'm rang kraskalangani, kraskasiga bir anaqa berishadi, kraskasini. Kim xohlasa xuddi shunaqa list qo'ydiryapti. Xohlasangiz kattasini ham qo'ydirib bering desiz, kattasini ham qo'ydirib berishadi. Yo, bizga farqi yo'q, bez anaqa list kerak, anaqasi kerak emas. Bulagan desa, bulagan ham qo'yib berishadi. Siz xullas sizni xohishingizga qarab xohlagan viddagi pechkani, xuddi shu anjon pechkani urib sizga tayyorlab berishadi. Endi ba'zi bir ma'lumotlar mendan tushib qolgan bo'lsa, agar noto'g'ri ma'lumotlar bergan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Men ham ojiz bandaman, adashib ketgandirman. Xuddi shu singari biz ham o'shanga adashib ketgan bo'lsak, akam aytdi, adashib ketdingiz deb yozib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Bu videoni bemalol anjon pechkasini urdirmoqchi bo'lgan, pechka qilmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'yingiz, ularga manfaatli bo'ladi. Xo'p, listlari necha bo'ladi aka listda buni? 4 lik bo'ladimi? Tashqarisi o't tegadigan joyi 4 lik bo'ladi. Ikki yoniga 2,5 lik bo'lar ekan. Listiga o'sha deganda listi ham juda ham yaxshi sifatli listlardan qilishyapti ekan. Hech qanaqa biror joyda urib, agar shunaqa deb norozilik bo'ldi desam, yo'q, agar norozilik bo'lgani yo'q, xudo xolasa akamiz cho'tka qilib ustalarga bitta like deb bosib
anaqa bersanglar xudo xohlasa chotki bo'lib chiqadi. Nima deysiz aka? Bunga asosiysi konteyner listlaridan hech qanaqa qo'shilmagan deyapti. Bu yangi list, yangi ishlatilmagan hali chotki qilib akamiz qalindan qilib, sifatli qilib bitirib berishdi. Nimagaki ertaga misol uchun bitta pechkadan ayib chiqsa, Andijon pechkasi bo'lmaydi, u bu desa, bularga ham misol uchun tatimaydi, sizlarga ham olgan pullaringga tatimaydi. Xullas pechkalar juda ham ko'p. Xonadonga bemalol kelaverasizlar. Anomal issiqda olyapmiz, xafa bo'lmaysizlar. Endi gapimiz aka shurkash bo'lib ketayotgan bo'lsa, bu videoni bemalol pechka qurmoqchi bo'lgan tarzga yuborib qo'ying. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Iltimos sizlardan bizga sizlardan hech qanaqa pul so'ramaydi. Obuna bo'lasiz, like bosasiz, yurakchan qizil qilib qo'yib, bemalol chiq qilib videolarni tanishlarga yuborib qo'ysangiz, bu videoni boshqalar ham ko'radi. Eng asosiysi Farg'ona, Marg'ilon, Oltiariq, Quva, Tashlaq, xuddi shu joylarga dastlabkasi besplatniy ekan. Qolgan joylarga kelishilgan narxda qilib berishar ekan. Lekin O'zbekiston bo'ylab bemalol chiqarib berishar ekan. Xotirjam telefon qilib, faqat ertalab soat 9larda, kech payt soat 8-9larga telefon qilinglar. Kechasi telefon qilib akamizni ham bezor qilmanglar. O'zlariga ham xijolat bo'lmanglar. Videoda aniq va tiniq baholari bilan ko'rsatib qo'ydik. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi kunda, yaxshi videolar bilan sizlar bilan ko'rishguncha xayr.